Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan maktab orqali o'quv markaziga o'quvchi yig'ish haqida gaplashamiz. Xo'p, ushbu aytayotgan usullarimni men o'zim birma-bir qadama-qadam qilib chiqqanman va ishonamanki, bugungi ko'rayotgan videolar albatta sizlarga ham foydali bo'ladi va bundan tashqari videoni oxirigacha ko'rganlar uchun maktabga chiqayotganda kerak bo'ladigan bir qancha shablonlarni bepul tashib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib o'zim haqimda qisqacha aytib ketsam, ismim Javohir. Ta'lim bo'yicha 4 yillik tajribaga ega marketologman hamda ta'lim sohasida 20 dan oshiq loyiha bilan ishlab keldim va Alfa Senem kompaniyasini O'zbekistondagi rasmiy filialini boshqaruvchisi bo'laman. Bugun sizlar bilan asosan 3 ta strategiyani ko'rib chiqamiz. Bu ham o'zi ikkiga bo'linadi. Ya'ni birinchisi bu o'qituvchi kirib dars o'tishi hamda administrator 5 minut darsga kirib taqdimot qilishi. Keyingisi sinflar aro imtihon tashkil qilish. Bu usullar juda kamchilik qilishadi. Va bu usul orqali biz yangi ochilgan o'quv markazi to'ldirganmiz. Shu haqida ham gaplashamiz. Uchinchisi ko'pchilik qilmaydigan onlayn va offlayn kanallar haqida gaplashamiz. Birinchisi sinfga kirib prezentatsiya qilish, ya'ni bu ham o'z ichiga 3 ta rejani oladi. Birinchi reja bu maktabga chiqishdan oldingi tayyorgarlik, ya'ni nima ishlarni amalga oshirib tayyor bo'lib chiqish kerak. Ikkinchisi jarayonni boshlash va nazorat qilish. Ko'pchilik bunga jiddiy e'tibor bermaydi, lekin aynan rezultatda shu jarayonni to'g'ri amalga oshirsangiz sizga foyda olib keladi. Va tushgan murojaatlarni to'g'ri obработка qilish, ya'ni sotuv qilish haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi reja bo'yicha gaplashsak, maktabga chiqishdan oldin nimalar qilinadi? Birinchisi bu maktablar ro'yxati tuziladi. Ya'ni Excel jadvalda tuzib olishingizni maslahat bergan bo'lardim. O'quv markazi ro'yxatini qayerdan olaman desanglar, biza Google va Yandex Maps'dan, ya'ni xaritadan olardik. Sizlar ham birinchi bo'lib o'zingizga yaqin bo'lgan maktablarni kartadan topib, spiskaga birin-ketin joylashni maslahat bergan bo'lardim. Bundan tashqari maktablar ro'yxatini shunchaki Excel ga yozib qo'ymay, men sizlarga bitta shablon beraman. Shu bo'yicha ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni detalni ko'p tuzishlar mumkin har bitta maktabdagi jarayonlarni. Shu tablitsiya orqali maktab ro'yxatini tuzishlarini tavsiya qilaman. Ya'ni bu yerga maktab nomini hamda kontakti va raqam egasini lavozimi, ya'ni kim u. Asosan baribir zam direktor va direktorlar orqali gaplashasizlar. Hamda ular bilan ko'p holatda maktabga borib gaplashishga ham to'g'ri keladi. Xo'p, borish sanasi, ya'ni qachonga borishga kelishib oldinglar, soat nechida, hamda Yandexdan joylashuvni tashlashinglar mumkin bu yerga, ya'ni administrator topish uchun yoki o'zingizlar borishinglar uchun. Hamda holati, ya'ni bu hozir qanaqa holatda, ya'ni ruxsat berildimi, ruxsat berilmadimi, yoki teling o'tadimi, o'ylab ko'radimi yoki uje borildimi? Shu narsani chatga yig'ib ketsanglar bo'ladi. Buni tayyor Google Sheets'ga joylasanglar rangli bo'ladi, ya'ni sal yaxshiroq ko'rsatadi va onlayn ko'p tuzishlar mumkin bo'ladi. Keyingisi qo'shimcha ma'lumot, ya'ni borishdan oldin yoki telefonda aytgan javobini shu yerga kiritsangiz bo'ladi va borganda nechta sinfga kirdinglar, hamda nechta zaявка qabul bo'ldi, hamda nechta sotuv bo'ldi. Misol uchun, agar siz Alfa Senemda sotuv bo'limi bilan ishlasangiz, bu yerda yakuniy natijani shu yerga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni qaysi maktabdan nechta o'quvchi keldi, hammasini shu yerga yozsangiz bo'ladi. Alfa Senemda har bir maktab uchun alohida voronka yoki alohida manbalar yaratib, har bittasini alohida kuzatib turishlar mumkin bo'ladi. Buni ham qisqacha tushuntiraman. Alfa Senemga kirganda to'ldirilgan murojaatlarni birin-ketin qog'ozdan shu yerga qo'yish tugmasini ustiga bosib ismi hamda kontakti va kimni kontakti, otasi, onasi, shuni shu yerga yozib ketsanglar bo'ladi va manba turiga bu yerdan maktablarni yozsanglar bo'ladi va saqlash ustiga bosib, bu yerdan keyinchalik hisobot qilmoqchi bo'lsanglar, lead manbalar bo'yicha hisobot qilishni bosib, davrni tanlab shakllantirishni bossangiz, barcha istochnik, ya'ni manbalar bo'yicha leadlarni, murojaatlarni ko'rib turishinglar mumkin bo'ladi, atvetlarni yoki bundan tashqari siz voronkani oxirgi etabiga to'liq qilinib olib o'tsangiz, filtr yordamida bu yerdan manba turini belgilab yoki bu yerdan qo'shimcha ma'lumotni ham kiritib keyin qo'yishingiz bo'ladi va qo'llashni bosganingizda shu manba bo'yicha har bitta lead hozir qaysi etapdaligini ko'rishingiz mumkin va oxirgi to'lov qildi bo'limidagi leadlarni sonini sanab siz shu Excelga tashlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bo'lsa, maktab ma'muriyati bilan kelishish, ya'ni ruxsat olish kerak bo'ladi. Ya'ni qachon borishga bu aytganimdek telefon qilib. Bizda bu jarayonda ko'pincha o'quv markazi rahbarlarining o'zi javob berardi. Ya'ni ko'p hollarda ularning maktablarda tanishi ko'p bo'ladi. Ya'ni ular oldin maktabda ishlashgan bo'ladi yoki shu bo'yicha tanishlar ko'p bo'ladi va bundan tashqari rahbar gaplashganini yana bitta plyus tomoni, taqdimotga boradigan administratriz ketib qolsa ham
misol uchun yangi administrator yo'llasangiz, o'zingiz maktab egasi bilan tanishib bo'lganingiz uchun keyinchalik unchalik muammo bo'lmasligi mumkin. Keyingisi tajribali o'qituvchini sinov dars o'tishga tayyorlash. Bu holatda agar siz maktabdan bitta darsni sizlarni o'qituvchilar o'tishiga kelisha olsanglar, qo'llasanglar bo'ladi. Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'qituvchi qanaqa skript asosida dars o'tish kerak va nimalarga e'tibor berish kerak, shuni ham hozir shablon qilib tashlayman. Siz bo'lsa buni o'qituvchingizga berishingiz mumkin. Sinov darsi skripti taxminan shunaqa bo'ladi. Ya'ni sizlar buni o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin va iloji boricha o'qituvchi bilan gaplashgandan oldin siz unga tayyorlab berishingiz kerak bo'ladi yoki o'zi tayyorlab olishi mumkin va siz oxirida qanaqa dars o'tyapti shuni ham o'ziga probniy dars o'tib berishini so'rang. Ya'ni bu yerda qanaqa xatoliklar bo'lishi mumkin, shu narsalarni birga to'g'rilab chiqasizlar. Keyingisi administratoringiz taqdimot qilish uchun skript tuzish. Ko'pincha o'zi 5 minutdan ko'p vaqt berishmaydi sinfga kirib prezentatsiya qilishga. Va shu 5 minutdan siz maksimal foydalanish uchun tayyor skript asosida borganingiz yaxshi. Buni ham shablon bor, hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'p, bu 5 daqiqalik skript, ya'ni bu yerda o'zingizga kerak bo'lgan joylarni o'zgartirib, buni ham o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Bu yerdan ko'rib chiqishingiz mumkin, nimalar qilinadi va nimalarga e'tibor berish kerak, shu yerdan to'liq yozilgan. Buni ham iloji bo'lsa o'zingiz tuzib olganingiz yaxshi yoki administrator tuzgandan keyin sizga probniy qilib dars o'tib berishini so'rang. Keyingisi reklama flyer va ro'yxatdan o'tish uchun qog'ozlarni tayyorlash. Ya'ni o'qituvchingiz dars o'tgandan keyin yoki administratoringiz taqdimot qilib bo'lgandan keyin o'quv markazingizda flyerlarni tarqatish kerak hamda o'quvchilar o'zlari qiziqqan kursga yozish uchun qog'oz tarqatishingiz kerak bo'ladi ro'yxatdan o'tish uchun. Buni ham qanaqa bo'lishini men hozir sizlarga shablonni ko'rsataman. Xo'p, taxminan shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'quv markazi logosini qo'yishingiz mumkin hamda shior bo'lsa shior yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish bo'yicha qog'ozni siz ham shunaqa qilishingiz mumkin. Ya'ni buni ham tashlab beraman. Video ostidagi opsiyasidagi kanaldan kirib, barcha shablonlarni topa olishingiz mumkin. Bu yerda siz o'quv markazi logosini qo'yishingiz mumkin va o'quv markazi shiori bo'lsa shu yerdan kirib ketishingiz mumkin hamda sana va ism, ota-onasining ismi va ularning raqami. Siz o'zingizga qaysi biri kerak bo'lsa, shularni olishingiz mumkin yoki formati yoqmayotgan bo'lsa, bemalol o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi va qaysi kurslaringiz bor bu yerdagi, shularni bu yerdan belgilab qo'yasiz yoki yana qo'shib qo'yishingiz mumkin. O'quvchi bo'lsa bu yerdan biticchani bosib tanlaydi va bu yerdan ushbu kursdan o'qimoqchi bo'lganda maqsadini qisqacha yozib ketsin. Ya'ni administratoringiz telefon qilganda o'g'lingiz mana shunaqa institutda o'qimoqchi ekan yoki mana shunaqa ishga joylamoqchi ekan kelajakda xohlasangiz shu bo'yicha bizda mana bunaqa kurslar bor va nimaga sizni tanlash kerakligini iloji boricha administrator tushuntirib o'tish kerak va ushbu varaq A4 formatda ikkita bo'lib sig'adi yoki yana ham ko'proq qilib sig'dirishlar mumkin, lekin ikkita bo'lgani yaxshi. 3 ta qila olsanglar yana ham ma'lumotlarni kamaytirib kichkina qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi reja bu jarayonni boshlash va nazorat qilish. Xo'p, bunda siz xodim tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zi birinchi maslahat bergan bo'lardim. O'zingiz chiqib ko'ring maktablarga, keyin o'zingiz yaxshi bilganingizdan keyin bitta xodim biriktiring. Shu maslahat bergan bo'lardim. Alohida bitta xodim biriktirishni. Ya'ni shu xodim polni maktablarga chiqib kontaktlarni yig'ish kerak. Undan oldin bo'lsa, siz o'zingiz bilan 2-3 ta maktabga borish kerak bo'ladi o'rgangancha va u xodimga oylikka KPIga asoslanib bering. Ya'ni misol uchun har bitta sotuvdan qanchadir summa yoki boshida qanchadir fiksa va qanchadir summa berishingiz mumkin o'zingizning holingizga qarab va tushgan zaявkalar bilan o'zi gaplashishni ta'minlang. Har bitta zaявkani o'zi qabul qilgani uchun biladi har bitta zaявkaning qadrini hamda bor kuchi bilan gaplashadi va iloji boricha telefon qilayotganda ham maxsus takliflar orqali aloqaga chiqinglar. Ya'ni nechidir hafta bepul yoki qanaqadir kuchli tomonlar bo'lsa albatta ota-onalarga yetib keting va albatta administratorda telefon gaplashgandagi har bitta natijasini, rezultatini CRMda o'lchab oling. Buni ham hozir qanaqa o'lchash kerakligini AlphaCRMda ko'rib chiqamiz. Xo'p, keyingisi bu jarayonni boshqarish uchun AlphaCRM vazifalar bo'limidan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni hozir men sizlarga AlphaCRM vazifalar bo'limini qanaqa ishlashini tushuntiraman hamda administratorda samaradorligini o'lchash uchun unga CRMni littlar bo'limidan qanaqa ishlash kerakligini ham qisqacha tushuntirib ketaman. Vazifalar bo'limi orqali siz xodimlaringizga vazifalar bersangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun hozirgi maktabga borish uchun barcha ishlarni o'z uchun bu yerdan vazifa qilib bajarsangiz bo'ladi. Ya'ni qo'yish ustiga bosib, misol uchun maktabga borishga tayyorgarlik ko'rish. Bu yerdan CRMdan mana bunaqa qilib yozib ketsangiz kichkina vazifalar qo'yishingiz bo'ladi. Ya'ni maktab
hamda tayyorlash, shunaqa qilib berib ketsangiz bo'ladi. Va o'zi men bergan reja bo'yicha yozib ketganingiz ancha qulay. Va qilib bo'lganingizdan keyin shu mas'ulni tayinlaysiz. O'zi har bitta ish uchun alohida mas'ul tayinlasangiz ham bo'ladi. Ya'ni har bittasini alohida vazifa qilib va qachongacha bajarilsin shu yerdan deadlinelarni qo'yib ketasiz. Va qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa qo'shasiz. Misol uchun muhimlik darajasi yoki o'zgartirishga ruxsat berish yoki boshqalarga do'st berishingizni o'chirib qo'yishingiz mumkin va saqlash ustiga bosganingizdan keyin bu yerda sizga ochiladi va ustiga bosib har bitta vazifa qilinsa belgilab ketishingiz mumkin bo'ladi va kommentariyasini bu yerdan yozib ketishsa bo'ladi xodimlaringiz. Keyingisi tushgan murojaatlarga sotuv qilish. Birinchisi bu unikal taklif va offer tayyorlash. Ya'ni siz ota-onalarning o'ziga telefon qilganingiz uchun telefon qilayotganda shu farzandini o'qimoqchi bo'lgan sababini hamda sizlarda qanaqadir skidka yoki chegirmalar ketayotgan bo'lsa shu yerda berib olishingiz kerak bo'ladi. Undan oldin bo'lsa bu takliflarni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni nimaga sizni o'quv markazida o'qish kerak? Shu savolga birinchi bo'lib o'zingiz javob berib, keyin ularga aytsangiz bo'ladi. Keyingisi ota-onalarga qo'ng'iroq qilish uchun skript ishlab chiqish. Skript tuzish bo'yicha mendanda kuchliroq mutaxassislarni YouTube'da videolar juda ko'p. Shu yerdan olganingiz yaxshi. Hamda har bir murojaatni va xodimning samaradorligini o'lchash uchun Alpha CRMning litlar bo'limidan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni Alpha CRMda litlar bo'limida siz bitta voronka ochishingiz mumkin bu yerdan. Hamda litlarni, murojaatlarni xodimingiz shu yerga qo'shib ketib, telefon raqamini yozib, bu yerdan qaysi maktab bu yerdan talab ketishi mumkin va saqlash ustiga bosib lit qilib olishi mumkin va lit bilan gapirishganda har bitta javobini shu yerga yozib ketadi va vazifa, ya'ni ertaga telefon qilish kerak bo'lsa, vaqti bo'lmasa shu yerdan qachon telefon qilish kerakligini yozib ketishadi va agar garachi, ya'ni issiq bo'lsa shu yerdan rang berib ketishlari ham mumkin va bu yerdan qaysi etapda, ya'ni yangi lit aloqa o'rnatildi yoki sinov darsiga kelmoqchiman, bu yerdan yozib ketishlari mumkin va to'lov qiligi yozib ketishsa bu yerdan xodimlarning natijasini o'lchashingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bo'lsa, har bitta etapdagi litlarga alohida SMS xabar jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni probing darsingiz boshlanyapti, kelyapsizmi degan. Va ularning natijalarini o'lchash uchun hisobotlar bo'limiga kirib, bu yerdan menejerning samaradorligini ustiga bosangiz va davrni belgilab, xodimlaringizni belgilab olsangiz, shaklantirishni bosganingizda, har bitta xodimingiz agar Alpha CRMga IP telefoniga o'rnatilgan bo'lsa, nechta mijoz bilan gaplashdi, necha minut gaplashdi, nechta SMS jo'natdi, nechta vazifa, ya'ni task bilan ishlayapti, hamda nechta izoh yozdi va yangi sinov darsiga nechta odam olib keldi, shuni ko'rib mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yana ham chuqurroq ko'rmoqchi bo'lsangiz, hisobotlar bo'limiga kirib, menejerning natijaviyligini ustiga bossangiz, bu yerdan har bitta voronka bo'yicha ularning nechta liti bor, davrni tanlab, shaklantirishni bossangiz, ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni, misol uchun Aleksandr degan xodimni yangi litlarda 34 ta liti bor ekan. Ya'ni har bitta voronka etapida nechta liti bor, shu yerdan ko'rib turishingiz mumkin. Misol uchun 7 ta sotuv qildimi, men tashib bergan Excel ro'yxatga shuni qo'shib qo'yishingiz mumkin yoki u ham kerak emas, uni ham hozir ko'rishga tushuntiraman. Va mijozlar konversiyasini ko'rishingiz mumkin. Birinchi to'lov summasini ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni agar foizli bersangiz, har bitta to'lovdan shu yerdan berishingiz mumkin. Va daromad, ya'ni oldingi olib kelgan o'quvchilari qayta to'lov qilgan summasini shu yerdan ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi va sifatsizliklarni shu yerdan ko'rishingiz bo'ladi. Ya'ni arxivga ko'chirgan litlarni shu yerdan ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Bu aytganimdek, har bitta manba, ya'ni qaysi maktabdan qancha sotib oldi, bu yerdan hisobotlar bo'limidan, litlar manbalari bo'limidan davrni tanlab, shaklantirishni bosib ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni Telegram misol uchun buni siz 3-maktabda olishingiz mumkin. 16 yangilik tushgan, shuncha to'lov qilgan. Oldingi to'lov qilganlar, ya'ni qayta to'lov qilganlar hisoblaganda shuncha summa bo'lgan shu davrda deb ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, litlar bo'limi bilan to'g'ri ishlash va to'g'ri obro'tga qilish bo'yicha alohida darsligimiz mavjud. Ushbu darslikka videoni shu qismida tepada ko'rinib turishi kerak, chiqazib qo'yaman. O'sha videoni ko'rib, yana ham litlarni obro'tga qilishda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi sinflararo imtihon tashkil qilish. Ya'ni bu usulni biz qachonki yangi filial ochsak rahbar bilan qilardik.
Ya'ni rahbari maktabda juda yaxshi tanishlari bordi hamda ularda bunaqa ishlar muammo bo'lmasdi. O'zi bu ishni qilish uchun siz maktab rahbari bilan juda yaqin tanish bo'lishingiz kerak bo'ladi, chunki hamma rahbar ham bunga rozi bo'lishmaydi. Birinchi bo'lib sinflararo test uyushtiriladi. Ya'ni hamma sizga kerakli bo'lgan sinflarni to'plab, misol uchun birinchi etajda, ya'ni stoloviyda katta test uyushtirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ularga savollarni berib, ular shu yerdan to'ldirib ketishadi va siz vaqt berasiz. Natijalarini e'lon qilish uchun bo'lsa, ularni hammasini yig'ib aktiv zalga chorlashingiz kerak bo'ladi va shu yerdan siz motivatsion trening o'tasiz. Ya'ni natijalarni e'lon qilish oldin siz ularga motivatsiya berib, shu kasblarni egallab nimalar qilsa bo'ladi, shuni ularga yaxshilab qulog'iga qo'yishingiz kerak bo'ladi va har bir o'quvchini aktiv zalda tantanali ravishda e'lon qilib, yuqori va past ball olganiga qarab ularga qanchadir voucher bersangiz bo'ladi. Ya'ni sizni o'quv markazida o'qish bo'yicha qanchadir pul ko'rinishidagi qog'oz bersangiz bo'ladi, sertifikat, va oxirida qiziqish bildirganlarni alohida trening tugagandan keyin ikkita administratoringiz ularni ro'yxatini yig'sa bo'ladi. Ya'ni qaysi fanga qiziqyapti va ism familiyasi, ota-onasi nomerini yig'sa bo'ladi. Keyingisi onlayn va offlayn reklama bilan ishlash. Ya'ni buni o'zi juda ko'p ishlash turlari bor. Birinchisi bu o'qishdan chiqqanda o'quvchilarga flyer tarqatish yoki maktab atrofiga bannerlar ilish, qo'yish mumkin. Keyingisi ota-onalar va o'quvchilar uchun maxsus ochilgan guruhlarni topib, uni ham ko'pincha zam direktordan olishingiz mumkin. Ularga o'zingizlarni e'lonlarni joylashingiz mumkin bo'ladi yoki joylashtirishingiz mumkin bo'ladi qanchadir summa evaziga yoki bepulga sizni kelishingizga qarab. Bundan tashqari ota-onalar uchun maktabda bepul trening tashkillashtirishingiz mumkin. Uning uchun ham siz maktabdagilar bilan aloqangiz yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni ota-onalarni chaqirtirib yoki qiziqishi bo'lgan ota-onalarni chaqirib aktiv zalda qanday trening o'tkazsangiz bo'ladi. Aynan shu farzand tarbiyasi va o'qishi bo'yicha mavzu tanlab, bu bo'yicha bizada asosan rahbarlar o'zlari chiqardilar. Ya'ni oratorlik mahoratlari kuchli bo'lgani uchun o'zlari yaxshigina ota-onalarni qiziqtirib, ularning farzandini o'zlarining o'quv markazida o'qitishga ko'ndiradilar. Shuna qilib, sizga qaysi usul kerak bo'lsa yoki yoqqan bo'lsa, shuni tanlab o'zingizni sinab ko'ring. Bundan tashqari shablonlarni ushbu video opsiyasidagi kanalda tashlab o'tgan bo'laman. Bemalol kirib, bepulga olishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.